Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram. Mana sizlar so'ragan townhouse-ni topib qo'ydim. Bivshi Kishmishka melkombinatni shunday biqinida joylashgan hozirda operator. Mana shu yerimizni o'zi 3-7 sotuq kadastr dokumenti yo'q. Mana shu tashqarisi podbiznes. Moyka qilasizmi, magazin ochasizmi, любой narsa qilsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga ichkarini obzor qilaman. Ketdik operator. Bu proyektimiz turetskiy proyekt bo'ladi. Bunaqa stil hali O'zbekistonda hech kim qilmagan. Operator shunday tepasini ko'rsatasiz. Townhouse-ni vasha bombasi qilgan opamizni o'zlari. Har bitta etaji 300 kvadrat bo'ladi. 1, 2, 3, 4. 1200 kvadratlik mana shu xonamizni hozir ichkarilarini ham ko'rsatamiz. Ketdik operator. Betonni ham 400 marka eng zo'ridan ishlatganlar. Hozir birinchi etajga ham, ikkinchi etajga ham chiqyapman. Topli pol shlanglari hammasi to'kilgan, tayyor turibdi. Kim olsa mana shuni o'zi xohlaganday dizayn qilsa bo'ladi. Hozir men 3-etajga ham chiqib bittasizlar uchun obzor qilaman. Pastda nomer qoldiraman. Kimga agar qiziq bo'lsa, primoy dehqonni o'zi bilan gaplashib narxini arzon qilib olsalaringiz bo'ldi. Ketdik operator. Townhouse plus penthouse ham ichida, короче, два в одном deyiladi. Mana shu yerni o'ziga bemalol gashtak pashtak qilsa bo'ladi, gapni to'g'risi juda ham mazza. Bu yerdan manzarani qarasa yaxshi dahshat, gap bilish mumkin emas. Bu tarafda kattagina xonasi bor, 3 ta trezasi bor, короче, gap bilish mumkin emas. Operator bitta lestitsani ko'rsatasiz. Lestitsa ham juda ham chiroyli qilgan. Gazlar уже o'tkazib hammasini tayyor qo'ygan opamiz, xudo xolasa. To'g'risi operator o'zimni juda ham havasim ketdi. Juda ham baqvat moshni qilgan. Har bitta etaji 300 kvadratdan pastozda 4 ta xonasi bor. Tepada 3 ta xonasi sanuzellari bilan birga. Podvallarni любой xil sex qilsangiz bo'ladi. Tepani o'zi bir alohida tema operator. Pastda nomer qoldiraman, srochni aloqaga chiqing. O'sha opani o'zlari bilan muomala qilsangiz agar narxini arzon qilib olsangiz bo'ladi. Bunaqa narxda gapni to'g'risi shahardan bunaqa joy olish juda ham muammo. Ketdik.